Sizni yillar davomida qiynab kelgan krizingizni bir kunda bartaraf etamiz. Qayergacha tortib boraydi? Tepaga chiqib ketadi. Eng pastgacha tortib boraydi. Qayerda oldilaringizgacha? Yurol. Yurib kelaveringchi opa, qaning taassurotlar aytingchi operatsiyadan keyingi holatlaringizni. Zo'r a'lo darajada. Men bunaqalik qilmadim. Intervyu berib yuboraman-da. Kelavering. Shoshmasdan yurib Qo'llaringiz kelavering. dard ko'rmasin, yengil bo'lsin. Rahmat, qarjollaringiz sog' bo'lsin. Qani yurib kelavering aka. Qaysi oyoqda og'riq kuchli? Chapda asosan. Qo'ymichizdan boldirigacha tortib boraydi. Qanchadan beri og'riydi? Qachon kuchayib qoldi? Kelavering. Kelavering aka, yurib shoshmasdan. Qalisiz aka? Yaxshi, zo'r. Og'riqlar yo'qmi? Og'riqlar yo'q, xudoxonasi. Kelavering. Uni oyoq ishlamasdi. Nima qilib uchun yurib, peshaydi. Uni ko'tarib ancha yaxshi. Shoshmasdan yurib kelavering. Allohga shukr. Bo'ldi. Sekin yurib kelavering aka. Qaysi oyoqda aka og'riq? Kelavering. O'ng oyoqda. Qanchadan beri? 1 yil. 1 yildan beri. Yurib kelavering. Davolandingizmi siz? Davolanib qo'yasiz. Foydasi bormi? Yo'q. Qalisiz aka? Zo'r. Operatsiyadan keyin nima o'zgarishlar bo'ldi? Kerakdagi bez tikib qoldim. Oyoq ishlar qoldi, og'riq yo'q. Yaxshi, yurib kelavering. Ishlarga tayyorlab qolamiz. Yurib. Yurib kelaveringchi. Qayeringiz og'riydi sizni? Ha. Qanchadan beri? 5 oydan beri. Yurib kelavering. Qachon kuchayib qoldi? Oyoqlarda og'riq yo'qmi? Kelavering.